Aziz teletomoshabinlar, Farg'ona viloyatida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash hamda sodir etilayotgan yo'l transport hodisalari tafsilotlari va ularning kelib chiqish sabablariga bag'ishlangan hushyorlikni oshiramiz tahliliy informatsion ko'rsatuvining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola qilamiz. Bugungi dasturimizda Farg'ona viloyati hokimining hududlarda yo'l infratuzilmasini muhofaza qilishga, yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlashga hamda transport oqimini tartibga solishga xizmat qiladigan qarori e'lon qilindi. Xavfsiz va sog'lom yurt oyligi doirasida Qo'qon shahrida o'tkazilgan kuchaytirilgan reyd tadbirida alohida e'tibor qo'pol turdagi qoidabuzarliklarni sodir etayotgan haydovchilarni aniqlashga qaratildi. Maxsus reydlar davomida yo'l harakati qoidalarini mensimay harakat qilgan fuqarolar ma'muriy javobgarlikka tortildi. So'nggi vaqtlarda yo'llarda skuter va velosipedlar harakati tobora ortib bormoqda. Bu esa ushbu transport vositalari ishtirokidagi yo'l transport hodisalarini oldini olish masalasiga alohida e'tibor qaratishni talab etmoqda. Shu maqsadda Farg'ona shahri hamda Beshariq tumanida skuter va velosiped haydovchilari ishtirokida profilaktik tadbir o'tkazildi. Hafta davomida ijtimoiy tarmoqlar orqali o'z qoidabuzarligini ko'z-ko'z qilgan haydovchilarni aniqlash tadbirlari ham davom ettirildi. Yozyovon tumanida yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida yo'nalishli transport vositalari haydovchilari bilan ochiq muloqotlar o'tkazilib, ularga yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qilish hamda yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash yuzasidan atroflicha tushuntirishlar berildi. Qo'qon shahrida harakat xavfsizligini ta'minlash hamda yo'lovchi tashish faoliyatini yanada tartibga solishga qaratilgan yig'ilish bo'lib o'tdi. Hozirda avtobus eng keng tarqalgan jamoat transport turidir. Bu galgi dasturimiz orqali sizga Amerika Qo'shma Shtatlarining avtobus taraqqiyoti haqidagi qiziqarli videorolikni taqdim qilamiz. Yo'l qoidalariga bag'ishlangan bugungi telesaboqlarimizda transport vositalariga raqam va taniqli belgilarni o'rnatish tartib va majburiyatlari haqida hikoya qilinadi. Viloyatimiz ko'chalarida hafta davomida harakat xavfsizligiga oid qayd etilgan statistik ma'lumotlar. O'zbekiston Respublikasi yo'l harakati to'g'risidagi qonunining 15-moddasiga muvofiq ekstremal iqlim sharoitlarida, xususan havo harorati ko'tarilib ketganda yo'llarning va yo'l sun'iy inshootlarining texnik holatini saqlab turish, shuningdek aholi xavfsizligini ta'minlash, yo'l infratuzilmasini muhofaza qilish hamda transport oqimini samarali tashkil etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 31-oktyabrdagi avtomobil yo'llari bo'ylab katta hajmli va og'ir vazirli avtotransport vositalarining harakatlanish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq Farg'ona viloyati hokimining viloyat hududidan o'tgan umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llari, shaharlar va boshqa aholi punktlarining ko'chalarida katta hajmdagi avtotransport vositalarining harakatini vaqtincha cheklash to'g'risidagi qarori e'lon qilindi. Xo'sh, Farg'ona viloyati hokimining mazkur qarori mazmun mohiyati nimalardan iborat va unga muvofiq qanday chora-tadbirlar amalga oshiriladi? So'nggi kunlarda yurtimizda ob-havo haroratining keskin ko'tarilishi va bunday haroratning avtomobil yo'llari qoplamasiga o'z ta'sirini ko'rsatayotganligi sababli Farg'ona viloyati hokimining tegishli qaroriga asosan joriy yilning 17-iyul sanasidan 1-oktyabr sanasigacha bo'lgan vaqt oralig'ida soat 10:00 dan 20:00 gacha bo'lgan vaqtlarda avtomobil yo'llarida N3 toifadagi, ya'ni to'la vazni 12 tonnadan ortiq bo'lgan yoki o'qqa tushadigan og'irligi 10 tonnadan og'ir bo'lgan yuk transport vositalari harakati vaqtincha cheklanmoqda. Hurmatli haydovchilar, ushbu cheklovlarga amal qilishingizni belgilangan vaqtlar oralig'ida avtomobil yo'llarida harakatlanmasligingizni so'rab qolamiz. Sababiki bunday ob-havo sharoitida yuk transport vositalarining asfalt yo'llarda harakatlanishi uning sifatiga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Albatta, Farg'ona viloyati hokimining uzoqni ko'zlab qabul qilingan mazkur qarori hududlarda yo'l infratuzilmasini muhofaza qilishga, yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlashga hamda transport oqimini tartibga solishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Transportdagi Alloh bu vaqtda bevosita turgan har qanday fuqaro qo'pol qoidabuzarlik bor. Qo'pol qoidabuzarlik. Aloqadami? Sizda boshqarish huquqi yo'q bu transport vositasi. Xavfsiz va sog'lom yurt oyligi doirasida Qo'qon shahrida yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan kun-u tun kuchaytirilgan reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Haydovchi guvohnomangiz yo'q ekan-a?
boshqarish huquqi yo'q transport vositasini boshqaryapsiz. Bundan tashqari, transport vositangizga old yon o'ynalariga tegishli ruxsatnomasiz ta'mirlovga tortilgan. To'g'rimi? Ushbu Damas rusumli transport vositasini to'xtatib tekshirganimizda haydovchini hali haydovchi guvohnomasini olmaganligi, ya'ni boshqarish huquqi yo'qligi hamda transport vositasini old yon o'ynalariga ruxsatnomasi ta'mirlovga tortilganligi aniqlandi. Holat bo'yicha tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga olib ketilyapti. Ushbu avtotransport vositasi Alisher Navoiy ko'chasida to'xtatib tekshirilganda avtotransport vositasi qidiruvdaligi aniqlandi. Avtotransport vositasini vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yish uchun olib ketilyapti. Xavfsizlik kamaridan to'g'ri foydalaning, hurmatli haydovchilar. Tadbirlar davomida transport vositasini tegishli hujjatlarsiz boshqargan, yo'l harakati qoidalarini qo'pol tarzda buzgan, hattoki boshqa transport vositasiga tegishli bo'lgan davlat raqam belgisini go'yoki o'zinikidek avtomashinasiga taqib va mayli xotir yurgan haydovchi ham aniqlandi. Haydovchi bilan suhbat o'tkazilganida esa qoidabuzar sodir etgan qilmishiga shunday izoh berdi. Toshkentlik akadan oldi berdimiz bor edi. Ikkita mashina bergan, bittasini qayta olib ketgan, pulini berib, bittasi qo'ygan. Keyin o'shani sotib, nomerini yechib, men mashinamga sotib qo'ygan. Keyin u mashinamda turganida shu nomeri chiroyli uchun 1-2 kun qo'yib, shu mashinada yurdi, Malibu avtomobilida. Hech qanaqangi jinoyat ishlar qilishda niyati yo'q edi. Shu chiroyli uchun mashinaga qo'yib oladi. Uzr boshqa qaytarilmaydi. Boshqa transport vositasiga tegishli bo'lgan davlat raqam belgisidan foydalanish bu o'zi chetda qolib o'zganing nomidan ish tutish, muammo bo'lsa boshqani choqqa itarish demakdir. Shu sababli ham bunday holatlar aslo kechirilmaydi. Qo'qon shahrida xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbiri doirasida o'tkazilayotgan reyd tadbirlar davomida Malibu rusumli transport vositasi to'xtatib tekshirilganda haydovchi boshqa transport vositasiga tegishli bo'lgan davlat raqam belgisini qadar yurganligi aniqlandi va haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasi joylashtirildi. Hozirda ushbu ish yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Unutmang, transport vositasiga tegishli bo'lgan davlat raqam belgisini o'zboshimchalik bilan yechish, turli usullar bilan berkitish, qo'lbola, yasama raqamlardan foydalanish, yana shuningdek yuqoridagi kabi boshqa transport vositasiga tegishli bo'lgan davlat raqam belgisini taqib harakatlanish jiddiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Xulosa qiling. Farg'ona shahri hamda Beshariq tumani hududlarida yo'l transport hodisalarini oldini olish, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, skuter va velosiped haydovchilari o'rtasida huquqiy madaniyatni yuksaltirish maqsadida navbatdagi reyd va profilaktik tadbirlar o'tkazildi. Tadbirlar davomida skuter va velosiped haydovchilari bilan yakka tartibda profilaktik suhbatlar olib borilib, ularga yo'l harakati qoidalari talablariga qat'iy amal qilish, harakat vaqtida ehtiyotkorlikni oshirish hamda o'z hayoti va atrofdagilar xavfsizligiga mas'uliyat bilan yondoshish lozimligi tushuntirildi. Bir chetdan kelib yo birorta transport vositasi kelib sizga to'qnashganda, siz yiqilganingizda boshingiz bilan tutsangiz, qattiq tan jarohati olasiz. Hayotingizga xavf tug'dirishi mumkin. O'shaning uchun har doim motoshlemdan foydalanib harakatlaning. Ayniqsa skuter haydovchilariga transport vositasini belgilangan tartibda davlat ro'yxatidan o'tkazish, tegishli haydovchilik guvohnomasini olib yurish va yo'llarda qonunchilik talablariga muvofiq harakatlanish yuzasidan batafsil tushuntirishlar berildi. Bu elektroskuterni haydab yurganingizdagi harakat ishtirokchisiz yo'lga chiqqaningizdan keyin buni boshqarish uchun sizda shlem bo'lish kerak, motoshlem bo'lish kerak, boshida kaska bo'lish kerak. Davlat raqam belgisi bo'lish kerak. A1 toifadagi haydovchilik guvohnomasi bo'lish kerak. Birinchi o'rinda sizni sog'lig'ingiz kerak bizga. Motoshilemdan foydalaning. Shuningdek, reydlar davomida yo'l harakati qoidalarini buzish og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkinligi eslatilib, haydovchilar qonun talablariga amal qilishga chaqirildi. Ularga yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan tayyorlangan maxsus bukletlar tarqatildi. Unutmang, yo'l harakati qoidalariga rioya qilish har bir harakat ishtirokchisining burchidir. Qonunga amal qilish orqali siz nafaqat o'zingiz, balki yaqinlaringiz va boshqa fuqarolarning ham xavfsizligini ta'minlaysiz.
bordi mana shu holatda yo'l transport hodisasi sodir bo'ladigan bo'lsa, birinchi zarbani sizning farzandingiz qabul qiladi. Yakunini o'zingiz o'ylab ko'ring. Ijtimoiy tarmoqlarda ayol haydovchi yo'l harakati qoidasining 159-bandini buzib harakatlanganligi aks etgan video tarqaldi va turli muhokamalarga sabab bo'ldi. O'z boshqaruvimda bo'lgan BYD mashinamda 2 yosh o'g'lim bilan ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoyimiz bo'yicha hozir yo'l harakati xavfsizligi xodimlari chaqirtirishdi va menga tushuntirish ishlari olib borishdi. Bunaqa holat boshqa qaytarilmaydi va boshqalarga ham tavsiya qilmayman. Kunigacha ijtimoiy tarmoqlarda tarqab, keng muhokamalarga sabab bo'lgan haydovchimizni shaxsiga oydinlik kiritib, haydovchimiz bilan profilaktik suhbat o'tkazildi va haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, qonuniy chora ko'rildi. Qoidabuzar haydovchiga qonuniy chora ko'rildi. Lekin nima bo'lganda ham, hurmatli haydovchilar, o'z farzandingizni aynan mana shunday harakatlar orqali aslo hayotini xavf ostiga qo'ymang. Yo'l harakati qoidalariga amal qiling. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli profilaktik tadbiri doirasida Yozyovon tumanida yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida tuman markazidagi yo'nalishli transport vositalari haydovchilari va yo'lovchilar bilan ochiq muloqotlar o'tkazilib, ularga yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilish, belgilangan tartib intizomni buzmaslik, yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash hamda har bir harakat ishtirokchisining mas'uliyati haqida atroflicha tushuntirishlar berildi. Buni hozir umumiy respublikamiz bo'yicha keng qamrovli tushuntirish ishlari olib borilyapti. Sabab yurtimiz bo'ylab xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tadbiri bo'lyapti. Xavfsiz va sog'lom yurt deganda o'sha insonlarni, fuqarolarimiz, haydovchilarimiz xavfsizligini ta'minlash maqsadida targ'ibot va tashviqot ishlari amalga oshirilyapti. Shuningdek, haydovchilarga harakat davomida tezlik me'yorlariga amal qilish, transport vositasining texnik sozligini muntazam nazorat qilish, yo'lovchilarni belgilangan joylardagina tushirish va chiqarish, harakat vaqtida har qanday xavfli vaziyatlarni oldini olish yuzasidan tavsiyalar berildi. Yo'lovchilar esa yo'l harakati qoidalariga amal qilish, transportga chiqish va tushishda ehtiyotkorlikni saqlashga chaqirildi. Tadbir ishtirokchilariga yo'l harakati xavfsizligiga oid targ'ibot bukletlari tarqatilib, jamoat transportiga barcha uchun xavfsiz harakatni targ'ib etuvchi axborot bannerlari o'rnatildi. Profilaktik tadbirlar shundan so'ng avtotransport vositalariga gaz quyish shoxobchalarida ham davom ettirildi. Gaz quyish shoxobchalari xodimlari va haydovchilar bilan texnika hamda yong'in xavfsizligi qoidalari yuzasidan profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Ularga gaz quyish jarayonida xavfsizlik talablariga so'zsiz amal qilish, transport vositasini belgilangan tartibda tayyorlash, yong'in xavfini keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan holatlarga yo'l qo'ymaslik hamda ish jarayonida mas'uliyat bilan harakat qilish lozimligi tushuntirildi. Hozirgi kunda viloyatimizda, yaqinda ham bo'lgan respublikamizda portlash holatlari ko'payyapti. Bunga asosiy sabab nima? O'zimizni bee'tiborligimiz bo'lyapti. Bundan tashqari ehtiyotkorlik choralarini kuchaytirish, favqulodda holatlar yuzaga kelganda belgilangan tartibda harakat qilish bo'yicha amaliy tavsiyalar berildi. Ishtirokchilarga xavfsizlik qoidalari va qonunchilik talablari aks ettirilgan targ'ibot bukletlari tarqatildi. Xavfsiz va sog'lom yurt profilaktik tadbirining asosiy maqsadi yo'l transport hodisalarini oldini olish, transport vositalari haydovchilari va yo'lovchilarning huquqiy madaniyatini yuksaltirish, texnika qoidalariga rioya etilishini ta'minlash hamda har bir fuqaroda xavfsiz harakat madaniyatini shakllantirishdan iboratdir. Unutmang, yo'l qoidalari inson hayoti va salomatligini asrashga xizmat qiladi. Qo'qon shahrida yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalarini oldini olish hamda yo'lovchi tashish sohasida faoliyat yuritayotgan haydovchilarning mas'uliyatini oshirishga qaratilgan targ'ibot tadbiri tashkil etildi. Unda shahar yo'l harakati xavfsizligi bo'limi rahbariyati, korxona va tashkilotlar rahbarlari hamda yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi mas'ullar ishtirok etishdi. Tadbir davomida so'zga chiqqan mutasaddilar bugungi kunda yo'llarda xavfsizlikni ta'minlash har bir haydovchi va mas'ul rahbarning ustuvor vazifasi ekanligini ta'kidlashdi. Ayniqsa yo'lovchi tashish bilan
shug'ullanayotgan haydovchilarning tibbiy ko'rikdan o'z vaqtida o'tishi, salomatligi doimiy nazoratda bo'lishi hamda yo'lovchilar bilan muloqotda xushmuomalalik va yuksak xizmat madaniyatiga rioya etishi muhimligini qayd etishdi. Shuningdek, haydovchilar yo'l harakati qoidalariga so'zsiz amal qilishi, yo'lovchilarni belgilangan joylarda xavfsiz tarzda tushirib chiqarishi, piyodalar o'tish yo'laklari oldida piyodalarga albatta yo'l berishi, ruxsat etilmagan joylarda to'xtamaslik zarurligi alohida ta'kidlandi. Aks holda piyodalarning hayoti va sog'lig'ini xavf ostiga qo'yuvchi qoidabuzarliklarga nisbatan amaldagi qonunchilik asosida qat'iy choralar ko'rilishi haqida ogohlantirildi. Tadbir davomida korxona va tashkilot rahbarlarini qiynayotgan muammo hamda takliflari tinglanib, ularni bartaraf etish yuzasidan mas'ul mutasaddilarga tegishli topshiriqlar berildi. Shuningdek, Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi xodimlari tomonidan turistik firmalar rahbarlari bilan ham uchrashuv o'tkazildi. Unda sayyohlarni turli yo'nalishlarga olib borish va qaytarish jarayonida yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya etish, transport vositalarining texnik sozligi hamda yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha belgilangan talablarni so'zsiz bajarish zarurligi yana bir bor eslatib o'tildi. Bunday targ'ibot tadbirlari yo'l transport hodisalarini oldini olish, haydovchilarning mas'uliyatini yanada oshirish hamda fuqarolar xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Transportning paydo bo'lishi shubhasiz inson sivilizatsiyasini shakllantirdi va buni rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etdi. Ushbu videoda biz Amerika Qo'shma Shtatlarida jamoat transportining global evolyutsiyasini o'rganamiz. Oddiy yog'och vagondan tortib, to yaqin kelajakda yaratilishi rejalashtirilgan futuristik avtobuslarni tomosha qilamiz. Innovatsion yechimlar, texnologik yutuqlar transport turlarini har tomonlama mukammal ko'rinishga kelishida muhim rol o'ynaganligini alohida shohidi bo'lamiz. Albatta, uzog'imizni yaqin qilishda ko'makchiga aylanib ulgurgan jamoat transporti vositalari murakkab taraqqiyot yo'lini bosib o'tdi. Ushbu video kontentda transport insoniyatning o'tmishi, buguni va kelajagini qanday bog'lashi ko'rsatib berilgan. U sun'iy intellekt yordamida ta'lim va o'quv maqsadlarida yaratilgan. Video keng qamrovli tadqiqotlar, tarixiy ma'lumotlar hamda ilmiy farazlarni o'z ichiga olgan. transport vositalariga quyidagi taniqli belgilari o'rnatilishi shart. Avariya sababli to'xtash, miltillovchi qizil chiroq va davlat standarti talablari asosidagi uchburchak shaklidagi belgi. Ushbu belgi avtotransportni avariya sababli to'xtashini ifodalaydi. Shifokor haydovchilar boshqarayotgan transport vositalarining old va orqa tomonlari 140 mm bo'lgan ko'k rangli, ichida diametri 125 mm lik oq doiraga balandligi 90 mm, chizig'ining kengligi 25 mm bo'lgan qizil xot tushirilgan kvadrat ko'rinishdagi belgi. Mazkur belgi avtomobilni malakali shifokor boshqarayotganligini hamda u yo'l transport hodisasi oqibatida jabrlanganlarga tez tibbiy yordam ko'rsatishi mumkinligini anglatadi.
nogironligi bo'lgan shaxs birinchi yoki ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxs boshqarayotgan, shuningdek nogironligi bo'lgan shaxslarni yoki nogironligi bo'lgan bolalarni tashiyotgan transport vositalarining old va orqa tomonlarida barcha tomonlari 150 mm dan bo'lgan va ichiga 7.17 yo'l belgisining qora rangli timsoli tushirilgan sariq rangli kvadrat ko'rinishidagi belgi. Mexanik transport vositalarini shatakka olishda egiluvchan ulagichni ko'rsatadigan ogohlantiruvchi, o'lchami 200 ga 200 mm bo'lgan, diagonali bo'yicha ketma-ket joylashgan, kengligi 50 mm li qizil va oq rangli enli chiziqlar tushirilgan, yorug'lik qaytaradigan yuzali bayroqchalar yoki kvadrat ko'rinishidagi belgi o'rnatilishi kerak. Egiluvchan ulagichga kamida 2 ta taniqli belgisi o'rnatiladi. Qattiq ulagichli qurilmaning konstruksiyasi texnik tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlarning talablariga mos bo'lishi kerak. Viloyatimiz ko'chalarida hafta davomida harakat xavfsizligiga oid qayd etilgan statistik ma'lumotlar. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan hafta davomida viloyatimiz hududida harakatlanayotgan haydovchilar va piyodalar ishtirokida jami 16323 ta qoidabuzarlik holatlari aniqlandi. Shundan 63 nafar haydovchi transport vositasini mast holda boshqargan, 275 nafar avtotransport egalari svetofor belgilariga amal qilmagan, 370 nafar haydovchi yo'lovchi tashish qoidasini buzgan, 1733 nafar fuqaro transport vositasini boshqarish paytida uyali aloqa vositalaridan foydalangan, 1724 nafar haydovchilar transport vositasini tegishli hujjatlarsiz boshqargan, 2501 nafar haydovchi xavfsizlik tasmalarini taqmasdan harakatlangan, 736 nafar piyoda yo'l harakati qoidalariga amal qilmagan. Yuqoridagi barcha holatlar yuzasidan fuqarolar belgilangan tartibda ma'muriy javobgarlikka tortildi. 2453 nafar qoidabuzar haydovchilarning avtotransport vositalari vaqtinchalik jarima maydonlariga olib kirildi. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati. Hurmatli haydovchilar, aziz piyodalar, yo'l qoidasi umr foydasi ekanligini, avtomobilda harakatlanayotganingizda yaqinlaringiz sizni uyda kutishlarini unutmang. Bizda hozircha shular. Hushyorlikni oshiramiz teledasturi ijodkorlari sizga oq yo'l tilab qoladi.